hayatınızga chiqib oldingizmi? Güzel ha? Man qara kulpira. Voy voy voy. Man qarag'ina. Isib ketdingmi? Do'pon ilotaymi? Ali g'obo. Voy, yaxshimi odash? Suryangim chiragutunni. Boshlang'ich bakla tayoq tepib bir nima edi. To'y qila. Xeyli odam iskatga kirib qopsan, ha? Bu sening bolang o'xshamamdi. Benim bolam. Bu sening bolangmi yoki? Albatta o'zimning bolasi. Ortiq gapning foydasi yo'q. Men hozir jiddiy 5000 yo'l lazım. 5000 yem pulni berib, bu yerdan darhol yo'q. Ma'qul. Qachon qaytarib bersa? Qaytarib bersa? Qaytarib beradigan ish yo'q. Pulni bergan ekansan, unutib ketishing kerak. Ma'qul. Men beray. Xeyli bakla aql tep qopsan jum. Ünüdarın etvettim odash. Ma'qul, biz mangayli. Nemishqa ularga gap qilmaysiz? Manga shunda haqorat qilsimi, balaga haqorat qilsimi qarab turdingiz deysa? Siz ilgari bundaq emasdingiz-ku, Ali. Undaq deymi? Ilgari men o'zim yolg'iz edim. Lekin hozir siz bu. Umaq bir qizim bu. Oilam bu. Hozir bir o'qchoqlarim o'xshamaydi. Bir yig'iz yebga nim bo'pti. Ular nim desa davasi. Men faqat xotirjam oila bo'lsa yetarlik. Agar sizlar boyat urushib qolsam, sizlarga bir xatar yetib qolsa, men qanday qilaman? Shundaqmi qizi? İşi kirib ol. Qani, bo'linib tur. Men tozliqqa kirib chiqay, Birdan chiqaman. Ma'qul. Uxlab qoldimi? Voy. Voy, tonimaydigan numurkan bu akilga men olay. Voy. Yaxshimsiz, men jiddiy qurquzish mashinasini haydaydigan shoför. Siz urib aylantirib o'tgan ikki odamni hozir to'tiranga ilib mangan edik. Siz Aliya adam o'zingiz shumi? Yo'q, men ayoli. Xodim, avar qilib qo'ydim. Aliya adamga yetkazib qo'ygan bo'lsangiz, u boya urib aylantirib o'tgan ikki odam hozir jiddiy qurquzish mashinasida to'tiranga ilib menglayotdi. O ikki odam eringizni to'daydi ekan. Nomerni shular ta'minlab berdi. Shunga chiqib sizlarga telefon qilib avar qilib qo'ydim. Aliya adamni sochilar izlayotdi. Berib o'zini ma'lum qilsa, o'ziga yaxshi. Ma'qul, ma'qul. Hamza tezroq kelsin. Ma'qul, bo'ladi. Aliya adamga yetkazib qo'ying. Tezroq kelsin. Men hozirla boraman. Bu sada nemish? Onu bunu degan bilan 5 milyon pulni ilib oldik. Endi uni qanday xarjlaymiz birodar, Aşqım savdogaroyi 11-yilning 10-kuni kechda katta bir maydon qo'sh 11lik palet qiladi ekan. Demak, shu kun kechda eski marksistga mallarni azon ilib olamiz de. To'g'ri deysan. Aşqım savdogaroyining mahsulotlarining hammasi bir-biridan qoldi. Lekin u bir kunlarda pulimni qaytarib berib izlab qolsa qanday qilamiz? Yo'q. Uningda unchalik yurak yo'q. Oy, bu soltakning badallari qichib qoldi-da. Chiqar. Siz bilasiz. Mening bu hayotimda eng muhimi ota-onam, siz va qizim. Boshqasi men uchun cho'q emas. Erkakning g'ururi o'zi sevgan kishilardan iborat. Agar mening g'ururimni chiqilmoqchi bo'ladi ekan, ularni hargiz boshqa yo'tmayman. Agar boya ularga qo'l tekkizgan bo'lsam, sizlarga xatar yetib qoladi. Shunga noy tez chidab turdi. Birovning qiz ayollarga qalayimqon chaqchaq qilish bu yaxshi ish emas. Ali. Hech nima. Ansirma. Cho'ng ish yo'q. Bu film shaxsning qiziqishi bo'yicha kinodan o'zgartib ishlangan. Do'rash qat'iy ma'ni qilinadi. Turmushda har qanday uvolchilik va adilsizlik uchrasangiz, qonun orqali o'zingizni qo'g'da.